Aktrisa Feruza Normatova chidolmadi, ko'z yoshlarini xalqdan yashirolmadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Mirabboz Mirzahmedov 84 yoshida vafot etdi. U Otalar so'zi aqlning ko'zi loyihasida boshlovchi va rejissyor bo'lib ishlagan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, boshlovchi va rejissyor Mirabboz Mirzahmedov 84 yoshida vafot etdi. Bu haqda Milliy telekanali xabar berdi. Aktrisa Feruza Normatova ijtimoiy tarmoqlarda yuragini larzaga solgan hissiy murojaat bilan chiqdi. U o'ziga qilingan tuhmat va tanqidlardan ranjiganini ochiq bayon qildi. Doim faqat Allohga ko'z yoshlarimni ko'rsatib keldim. Bugun esa yuragimni qattiq og'ritishdi. Men ularga nima yomonlik qildim? Mening aybim erim meni sevib uylanganimi yoki men uni sevib turmushga chiqqanimmi, deya yozdi aktrisa o'z postida. Feruza Normatova tanqidchilarning so'zlari uni ranjitganini yashirmadi. U o'z fikrining davomida shunday deydi: hamma qilgan tuhmatlariga Rabbim hakam bo'lsin, menga qilgan tuhmatlari o'ziga qaytmasin, qaytar dunyo bu. Aktrisaning bu murojaati qisqa fursatda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'plab muxlislar uni qo'llab-quvvatlab, mehr va sabr tilovchi izohlar yozishgan, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.